Xo'p, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Farg'ona viloyati Rishton tumani Birlik mahallasidamiz. Uzoqdan ko'rganlar aka vodiydamiz. Birinchi mashinamiz Gentra 2022 yili. Test monitorlar taqilgan, avtomat korobka, lyuklar ishlab turibdi. Temir gaz baloni bor. Balonlari yangi 4 ta. Mana akala temir gaz baloni bor. 100 talik. Probegi 83 ming yurgan. Siz xohlagan dokument bo'ladi akalar. Xohlagan dokument bo'ladi. Xo'p, keyingi mashinamiz Labo 2023 yili. Kraskalar toza. Fon shumka bo'lgan. 89 ming probegda. Narxi 7 ming narx aytilyapti akalar. Kelishilgan holda. Keyingimiz Spark 2023 yili 46 ming yurgan qora svetda. Diska baloni taqilgan yangi. Avtomat korobka 46 ming yurgan. Salon holatlari ekan. Video registratori bor. Mashinamiz benzinda. Qora svetda akalar. Xo'p, keyingimiz Malibu 1 3-pozitsiya. 2012 yili kraskasi tashqi toza 10 kiloda, chap tomonda kiloda petnosi bor ekan. Start stop, kojinli salon, patologlar Alcantara. Nomerlarni qo'yib qo'yaman, akalar bemalol telefon qilib kelishsalaring bo'laveradi. Lakassiyani berishadi.